O'rtoqlar, hammaga salom. Men sportga keldim. 20 minut oldin keldim. Hozir ko'raman, balkim kirib turaman, balkim kirmayman. Sportga tinchgina kirib, sportimni qilayotgan paytim maktabdan hamshira telefon qilib qoldi. Hamshira qilganda har doim qanaqadir yuragimni hovuchlab turaman, nima ekan deb. Katta o'g'lim salgina ismasi chiqayotgan ekan, shunga boshim og'riyapti. Imtihondan keyin meni olib keting deb telefon qildi. Uy talvatuvdi, ismasi ham yaxshigina chiqyotdi, lekin o'sha tuzaldi deb maktabga ketgan payti yana ismasi chiqib qo'llarim mana shu o'qullari degan maktabga borishadi, lekin bu yili boshqa maktabga olish qaror qildik. Qizlar, men o'g'limni, kichkina o'g'limni выпускной вечерga ketyapman. Это даже не вечер, представление bo'ladi maktabda qanaqadir. Biz hozir o'sha представлениясga ketamiz. Вот мой образ. Вам традан ko'rsataman. Такая вот красная жилетка, qizil жилетка и коричневые брючки. И mamnaqa босоножка. Shu kunning o'zida kechki payt yana maktabga bordim. Kichkina o'g'lim boshlang'ich sinflarini bitirayotgani munosabati bilan представление qilishadi aktiv zalda. Shunga bizani 4-D sinf ota-onalari hamma yig'ildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchimiz ham Edi xonim juda ham tuyg'ulanib gapirdi. Hattoki bir xil ota-onalar ham yig'lab o'tirdi. O kadar küçüktünüz ki ve çok güzel büyüdünüz. İlk günden bugüne kadar hep birbirimize 3, 2, 1, ortaokuldasınız. Zaka? Блюзика. Chiqdik maktabdan. Я стал в 5 классе. Да, мой Через вас младшенький. Да, kichkina o'g'lim 5-sinfga o'tadi. Xudo xolisa 4-начальный sinf tugatishdi. Mana ko'rasizlar, maktabimizning ko'chasi shunaqangi ужас, стройка, когда это закончится? Да, вот. Непонятно. Теперь едем домой, uy ketamiz. Так, mana bizning maktabimiz, lekin atrofini ko'ryapsizlar, chunki постоянно стройка bo'lganiga atrofi mana shunaqa. Tolani orasida, tolani tagida joylashgan tog'ni. Bu yerda mana yangi uylar qurilyapti. Mana shunaqa yangilovchi qurilib bo'ldi bu uylar. Jalar kimdir yerlari shu ham keyin sotadi, скорее всего, qimmatbaho narxlarga. Bu yerda ham uylar qurilib ketsa kerak. Bizning maktabimiz Sarasuv mahallasida joylashgan. Bu esa Sarasuv mahallaning davlat maktabi. Sarasuv mahallasi Kemerga yaqin joylashgan, Tolaga yaqin joylashgan, lekin menga bu mahalla to'g'risini aytsam uncha yoqmaydi. Chunki kanalizatsiyaning utilizatsiyasi aynan Sarasuvda joylashgan. Bu esa bizning maktabimizda shunday yonginasida joylashgan ruscha maktab, hattoki litsey ham bor. Bu maktab to'g'risida bolalarim borishini umuman o'ylab ham ko'rmaganmiz. O'rtoqlar, ertalabki kun bolalarni maktabga olib ketyapman. Sizlarga manzaramni ko'rsatmoqchiman. Mana shunaqa manzara. Oynamdan, spalniy xonamdan. Птички поют. Свежачок. Bugun ko'chada ishlarim bor va sizlar bilan birga tayyorlanamiz. Sochimni ozgina Dysonda ukladka qilib boraman. Sochim jingalak bo'lgani bilan baribir ukladka qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki ukladka bilan bemalol 3-4 kun yura olaman. Jingalak sochlarim esa ertasi kuni buzilib ketadi yoki har kuni yuvish kerak bo'ladi yoki har kuni ho'llab yangilash kerak bo'ladi. Unga erinaman to'g'risini aytsam. Sochimni tepa taraflarini bigudi bilan zafiksировать qilyapman, chunki ob'yomi ko'proq tursin deb. Temudan bigudilarimni kutyapman. O'rtog'im zakaz qilib berdi. Ichida 8 ta dona, lekin menga yetadi, chunki boshimni tepasiga qilsam bo'ldi. Sochlarimga bigudi qilib olganimdan so'ng mana bunaqa Nuk firmasini laki bor. Menda yopishtirib qo'ymaydigan, ob'yom beradigan lak deb yozilgan. Buni ustidan sevib boraman. Va bu orada sizga mana shu labimdagi tint haqida gapirib o'tmoqchiman. Lux Visage tintini oldim-da. Hozir qaranglar. Вот такая вещь. Mana surdim. Qanchadir turgandan keyin olib tashlanglar, rangi qoladi. Ну вот. Nixda ham shunga o'xshagani bor. O'sha Nix'ni ishlatib ko'rgim kelyapti. Hozir Shengenskiy vizani topshirgani ketyapman.
Dokumenты topshiramiz Немецкий посольствоga. И ko'ramiz. Что будет, как будет, дадут, не дадут. Xudo xohlasa berishadi. Так, mama sochim ozgina endi sovisin. Balkim hozir bitta reel solishga ulguraman. Так, mana sochim svet bitta uncha yaxshi emas, насколько я понимаю. Sizlarga mana obrazimni ko'rsataman. Mana shunaqa drapirovkali kofta bilan jigarin Waikikidan olgan shimim kачествоsi juda ham yaxshi. O'tirishi ham, turishi ham juda ham yaxshi. Oyog'imga bunaqa baletka kiydim. Hozir tezgina borib kelaman, xudo xohlasa. Ko'rishguncha. Tak, qizlar, keldim keladigan joyimga. Bu keladigan joyim Larada joylashgan. Lara ozgina boshqacharoq Ko'nyaltiga qaraganda. Men Ko'nyaltida yashayman. Lara ham zo'r, Ko'nyalti ham zo'r. Ikkalasi ham yaxshi, lekin Larada yashaydiganlar Ko'nyaltini yomon ko'radi. Ko'nyaltida yashaydiganlar Larani yomon ko'radi, lekin menga farqi yo'q. Unisi ham, bunisi ham yoqadi. Sizlarga ozgina Lara mahallalarini, ko'chalarini ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib Lara qurilgan, undan keyin Ko'nyalti qurilgan, biza yashaydigan joy, men yashaydigan joy. Lara meni nazarimda ko'proq shaharga o'xshaydi. Lara juda ham yoqadi menga. Larani nabirajnilari ham juda ham chiroyli, lekin plyajlari ko'proq kattalarga moslashgan deb o'ylayman, chunki dengizga kirish srazu obrivdan kiriladi, srazu chunqur joyga kirasiz suvni. Uni ham sizlarga bir videoga olib ko'rsataman. Juda ham suvi tiniq, chiroyli. Mana hattoki videoimda ozgina dengiz ham ko'rinadi. Men esa ishlarimni bitirib uyga qaytyapman, lekin uyga qaytishdan oldin bankka kirib ketishim kerak va sizlarga Laradan dengizi bo'yidagi ko'chalardan qaytaman. Uni videoga ozgina olib ko'rsatib ketaman qo'limdan kelgancha, chunki ham mashina haydab ham video olish ozgina qiyinroq. Dengizi bo'yida har xil kafe, shkalar, restoranlar joylashgan va dengizi bo'yidagi uylar tabiiyki qimmat, lekin bu uylardan ochiladigan manzaraga gap yo'q qizlar. Shunaqa manzara bilan hamma kofe ichib, zavtrak qilib yoki ujin qilib o'tirish xohlaydi menimcha. Ikkinchi sifatga ketdi endi. Mikrofonlarimni, mana mikrofon ovoz berib o'tiribman reelsimga, shortsimga. Bugun qo'yishim kerak, chunki anchadan beri Chunki anchadan beri 5 kundan beri reelsam, shortsam qo'ymadim. Mana mikrofonimni uchi. Mana shunaqa ozgina katta vaqtim bo'lsa, o'tda tezgina ovoz beraman, tezgina reels olaman, video olaman, sizlar uchun ham hozir vloglar olib yuraman. Hozir hamma ishimni bitirib, bankka kirib, posolstvoga kirib, endi bo'lsa ozgina vaqtim bor edi, tezgina ozvuchka qilyapman. U narsa yeb olamanmi dedim, lekin yo'madim. Endi bolalarimni maktabdan olib keyin yeyman. O'zi kichkinam sarmani ochib olib, chidolmagandan, qorni ochib ketgandan yeyapti. Xullas, qornimiz ochib keldi. Men ham kun bo'yi ko'chada edim, ovqat ham pishirishga ulgurmadim. Nima oldik? Qora non. Men faqat mana shunaqa qora non yeyman. Eng yaxshi ko'rgan nonim. Mana bunaqa cherry oldik, bodrin oldik, qulupni oldik. Imambachi bu Ko'ksulton. Bularni do'chasida ekan, bular juda ham yaxshi ko'radi turklar. Ramyon yegimiz keldi. Ozmash ramyonlarni tayyorlab yeymiz. Qizlar, bilasizlarmi, mana shu balkonimni obstavlять qilayotganimizda, mebel qo'yayotganimizda qarayirdim-da. Boshqa qo'shnilarda ris o'tirishardi. Balkonlarda kimlar bilandir gaplashib, mehmonlar kelarmidi? Bizdan kimdir kelarmikan deb o'ylardim. Biz ham mehmon kutamizmikan, o'rtoqlarimiz bo'ladimikan deb o'ylardim. Birinchi kelgan paytimizda mehmonlar ham keldi. O'tirdik ham, gaplashdik ham. Oyimga adamga kelishsa ham shu yerda o'tiramiz, mazza qilib. Mana hozir havo salqin, o'tiradigan paytlar. Chunki o'zi isib ketganda o'tirib bo'lmaydi. Hozir mana o'tirsa bo'ladi. Hozir zo'r. Yaxshi ko'raman bu balkonimni.
ko'pincha bitta o'zim o'tiraman, hattoki bir xillarda uxlab qolardim shu yerda. O'rtoqlarimiz bilan kofe ichamiz. Xullas shunaqa vaqtlar o'tkazamiz. Pogoda klassная. Bu esa mani keyingi kunim qizlar. Sizlarga uncha bilmaydi, lekin mani keyingi kunim boshlandi. Bugun yana bankka borishim kerak ertalabdan. Bolalarimni maktabga tashlab, bankka kirdim va ozgina bizani Unjali mahallalarini videoga olishni xohladim. Men bu mahallani taraflarida ko'p yurmayman. Men ko'proq o'zimni u yoq tarafimda dengiz taraflarga qarab ko'proq yuraman. Bu tarafga ishim kamdan kam tushadi. Bu esa Shok magazin, A101, Bim degan magazinlarga o'xshaydigan arzonroq magazinlar. Bitta mahallada shunaqa detskiy plashatkalar bor va qizlar, mana bu uychani ko'ryapsizlarmi? Bu uy, mana bu katta uyga tegishli uy. Bunaqa uycha har bitta siteda bor, bizda ham bor. Bunaqa uylarda KPJlar turishadi. KPJ bu sizni hovlingizni tozaligiga qaraydigan inson, musringizni to'kib beradi. Hattoki magazinga ham chiqib kela oladi. O'rtoqlar, bizlar mana bunaqa havo pasmurda. Menimcha yomg'ir yog'sa kerak, lekin bunaqa havoni ham yaxshi ko'raman. Juda ham romantichniy. Mana Ma'murtoda funikulyar bor. Mana tepasida ko'ryapsizlar, bitta restoranchik bor. Mana shu restoranga chiqadigan funikulyar o'tgan yili tushib ketdi bitta stolga, bitta odam o'ldi. Hozir shu funikulyar ishlamayapti. Shunaqa pechalniy istoriya. Yomg'ir yog'ib ketsa deb balkonimni oynalarini yopib qo'yganman, chunki yomg'ir yog'sa mebellarimni rasvosini chiqarib jiqqa ho'l qilib tashlaydi. Bunaqa narsa bo'lgan, lekin hammani ham balkoni bunaqa oynali emas. Buni o'zingiz qildirasiz, kim xohlasa qildiradi va ko'plarni balkonida ko'pincha mebeli suv ko'taradigan materiallardan bo'ladi. Men esa nimani olishni bilmay har bitta qadamimni olib yuribman videoga. Bu esa bizani avtoparkimiz. Ko'p shunaqa sitlarning tagida o'zini avtoparki bo'ladi. Ko'pincha mashinaga bitta joy yoki ikkita joy ajratilgan bo'ladi. Yomg'ir ham yog'ib ketdi. Mashinada zontik ham yo'q. Yaxshi ham balkonimni yopib yuboribman, oynasini. Bo'lmasam balkondagi mebellarim shunda jiqqa ho'l bo'ladi. Sizlarga men boradigan klubni ko'rsatmoqchiman. Men Pilates na reformerih degan sinfiga boraman. Oynasidan mana shunaqa manzara. Bu esa reformerlar. Men bu sportni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir esa boshlashimizdan oldin ozgina razminka qilyapmiz. Razminkadan keyin reformerlarda ishlashni boshlaymiz. Pilates na reformerih ayollar uchun sport nomer 1. Bu meni fikrim bo'yicha. Mashqlarimni ham bitirdim, yomg'ir ham tugab qoldi. Endi bo'lsa sizlarga klubni boshqa xonalarini ko'rsataman. Bu klubda sinflari juda ham ko'p, ham kichkina bolalarga ham ko'p sinflari bor. Gimnastika, tansi, yoga, fly yoga, reformeri va har xil sinflari bor. Albatta har bitta inson o'ziga yoqadiganini topadi, lekin hozircha men faqat Pilates na reformerga boraman. Ko'chaga chiqsam, amaki aravada gilos bilan qulupni sotayotgan ekanlar. Kichkinam gilos juda ham yaxshi ko'rgani uchun gilos oldim. Qulupni ham za kompaniya ovurdim. Qizlar qaranglar, yomg'irda qolib ketganimga sochim bir pasda mana mamnaqa bo'lib ketdi. Ну ладно, nechun. Neplохо. Baribir yuvishim kerak. Yuvib tashlaymiz. Endi yozda bundan buyog'iga soch faqat shunaqa bo'ladi. Antaliyada chunki влажность kuchli. Bugun yomg'ir yog'ib ketdi. Pilatesdan chiqib uyga borib shunaqangi osh yegim kelyapti qachondan beri. Shunga o'zim uchun ozgina osh qilaman. Guruch yotib qo'ydim. Oshim qaynayapti. Tak qizlar, hozir men bitta video oldim. Nimaga? YouTube Shorts и Instagramni Reels'iga. Mana hozir sochlarimni yechyapman. Sizlar bilan birga gaplashib, yechiy dedim. Bilasizlarmi, mana bu sochimni ужас какой.
Mana bu sochimni Dysonda qildim. Boshida sochimni tarab undoq qilib tipa bo'lilmay tekislab olaman deb, keyin Dysonda mana krutilkalarida qilib, mana qarang. O'zim mana bunisini mendan to'g'ri qilganman, ko'ryapsizlarmi? Aylantirib, mana shipchika qilib qo'yganman-ku. Tepasidan qilsam mana sochim mamtini sindiradi-da, zalom bo'ladi. Bu to'g'risini aytsam uncha to'g'ri emas, lekin men tez qildim, unaqa vaqtim ham yo'q edi. Mana hozir o'shalarni yechib chiqamiz. Xullas Dysonning krutilkasiga qilib, mana bunaqa qisqichlar bilan qistirib qo'ydim. Bitta reel soldim, suxoy massaj to'g'risida. Mana bu shotka bilan. Mana bu shotka bilan qizlar, bu shotka haqiqatan ham zo'r. Endi bilmadim qanchalik to'g'ri ma'lumot. Korobkasida yozganki, otni sochlardan qilingan deb yozgan. O'zi bu shotka rostdan ham naturalniy bo'lish kerak. O'shanda massajingizni, suxoy massajingizni pastdan tepaga qilib, haftada 5 marta 5-10 daqiqadan qilsangiz, oyoqlaringizni, qorinlaringizni, yuzlaringizni qilmaysiz, bo'ylaringizni qilmaysiz, botlaringizni qilmaysiz, oyoqingizni, qo'llaringizni, mamtlarni qilsangiz ham yaxshi. Mana yumshoq kojamizni bu tarafidagi. Xullas, ham qon aylanishini yaxshilaydi, sellyulitlaringizni kamaytiradi, teringizni kачествосini zo'r qiladi, yumshoq, tekis, mana delfiniya koja deyshadi-yu. O'shanaqa tekis, chiroyli qilib qo'yadi. Lekin kimda prям kuchli varikoz bo'lsa, unda mumkin emas. Varikozingiz kuchli bo'lsa, lutchi qilmaganingiz yaxshi. Menda ham varikoz bor, lekin varikozim unchalik kuchli emas. Birinchi, ikkinchi stadiya bo'lsa kerak. Keyin qizlar manchi nimani ham qildirganman. Men bu ukollar bor-ku, bilasizlarmi? Varikoz Instagramlarda ko'rgan bo'lsangiz kerakda, ukol qiladi, tomiri srazu yo'q bo'lib qoladi. Men o'sha narsani ham qildirganman. O'sha to'g'risida sizlarga bir kun balkim uzunroq vlog olib beraman, chunki men bu qildirgan narsam istoriya bilan bo'lgan, приятный istoriya bilan emas, lekin tomirlarim ketgan. Bu hammasi Instagramda ko'rsatishadi, bitta qiladi, srazu tomirlari ketadi. Unaqa bo'lmaydi, bu unaqa ishlamaydi qizlar. Bu ukollarni qildirganingizdan keyin yarim yilcha oyog'ingizda o'sha sinyaklari bo'ladi. Bitta ukol qildirsam srazu ketadi deb o'ylamanglar. Bir oy bilyo kiyib yurishingiz kerak bo'ladi, spetsialniy. Keyin u yarim yilda ketadi, tomirlaringiz 8 oylargacha ketadi, keyin o'sha bo'lmaydi, yaxshi bo'lib qoladi. Lekin qizlar baribir yangi mayda tomirlar chiqishi mumkin. Bu ko'pik tedavisi deyshadi. Lazerda oldirganman, melki tomirlarimni, u yaxshi, uni qildirsanglar bo'ladi. U в принципе zajivleniyasi ham oson. Yaqinda o'rtog'im keladi Germaniyadan, oddix kuni, voskreseniya kuni. U bilan bir kun uchrashamiz. Bu yerda kosmetologingga yozdirib qo'ygan dedi. Botoksga yozdirib qo'ydim. O'tgan gal kelganda borolmadi. Endi bu gal xudo xolisa boradi. Orqasi qanaqa bo'lyapti? Qani qaranglarchi, nima bo'lyapti orqasi? Dva. Что? Oy, nimamda qolib ketibdi, ko'rdinglar? Orqalarida qolib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Qilamiz, tuday-suda qilamiz. Mana shunaqa ukladka sohibi bo'lamiz. Sohili demoqchi edim, sohibi bo'lamiz. Очень красиво, голова блестит. Bugun bilasizlarmi, sochimni turetskiy shampunga yuvdim. Yaxshi shampun, unaqa qimmat emas, no yaxshi shampun. Endi hozir sepamiz narsalar. Mana bunaqa texturizer, OSSga Schwarzkopf. Bu bilasizlarmi, bu ob'yemlarni sal ko'proq turib berishiga yordam beradi, chunki sochinglarni sal g'adir-budir qilib qo'yadi. To'g'risini aytsam, telefonimni kamerasiga, frontalkasiga olaman, o'zimga qarab qilaman. Мне очень-то все видно. Просто sep tashlaymiz. Bu lak emas, bu такой сухой shampunga o'xshagan narsa. Lekin juda ham suxoy shampun emas. Keyin mana bunaqa Nuuk italyanskiy brenddan объем uchun, скорее всего, это lak, yopishtirib qo'ymaydigan lak. Ketdi krishkasi ham. O'shani ham sepib ko'ramiz.
shunaqa cho'lkalarni raketa deyisharmidi, shunaqa raketa bo'lib qoldi. Ham qizlar menga o'zim qilgan ukladkalarim ko'proq yoqadi. Turkiyada ayniqsa menga yoqadigan ukladka qilib berisha olmaydi. Bular chunki men bu объемini pastga silliq qilib tarab, juda ham tekis qilib yuborishadi. Menga u yoqmaydi. Menga объемni ukladkalar yoqadi. Lekin mana kesib qo'yishgani menga cho'tda juda ham yoqdi. O'sha o'zimning masterimda har doim kestiraman. Orqasidan qanaqa bo'lganini o'zingizlar qarab oqinglar. Men prosta. Lekin hozir bu jingaliklarni ozgina ochib olishim kerak. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyin qizlar men sizlargacha Belorussiyadan o'rtog'im olib kelgan kosmetikani ko'rsatishim kerak edi. O'shani ko'rsatib, bu vlogimizni bitiramiz. Keyin shu bilan yangi vlog boshlaymiz. Как раз o'rtog'im ham kelgan bo'ladi. O'rtog'im bilan uchrashamiz. Keyin yana bitta ideyam bor, savol-javob qilamiz sizlar bilan. Sizlar menga savol berasizlar, men ularni yozib chiqaman. Bitta vlogda полностью to'liq qiziq savollarga javob berib chiqaman. Keyin yana o'rtoqlar bilasizlarmi? Sizlarga ichadigan badlarimni ko'rsatmoqchiman. Досконально, подробно qanaqa badlar ichaman для красоты, qanaqa kollagen ichaman. Chunki bitta kollagen ichaman baribir vыбоrimni, tanlagan kollagenimni yaxshiligiga amin bo'laman dedim. Uvering bo'laman, xullas yoqyapti menga o'sha kollagen. Shuning uchun sizlar bilan ham bo'lishaman o'sha kollagenni ichadigan magniylarimni, ichadigan badlarimni. Balkim sizlar ham o'zingizga foydali bir narsa toparsizlar. Ko'rishguncha. Xullas qizlar, mana shu Belorussiyadan olgan kosmetikalarim, to есть Belorussiyadan o'rtog'im olib kelib bergan ikkita mamnaqa konsiler oldim. Juda ham lёгкий konsiler ekan. Bu konsiler Fluid Lux Visage firmasidan. Mana bu idishi nimanidir eslatyapti, to'g'rimi? Ana Rare Beauty'ni produktlarini Selena Gomez'nikini. Tak, 104 otteniq bilan 103 ottenikini oldim. Mana bunaqa ekan nimasi? O'g'lim nimagadir telefon qilyapti. Mana ko'rganinglardek lёгкий, но menga juda ham yoqdi. Kimma чуть-чуть подсвечивающий ekan, kimma ajinlari bo'lsa ham yaxshi, увлажняющий, подсвечивающий, yaxshi konsiler ekan. Menga yoqdi, но не сильно перекрывающий. Ko'p ham bekitmaydi sinyaklaringiz bo'lsa, lekin menga yetdi. Qarang, keyingisi mana bunaqa Yudan, это тональный крем. BB krem emas, bu tonальный krem Yuniki, увлажняющий, тоже quruq ter uchun Relui firmaniki o'zi. Bu ham byudjetный brend. Bu bilasizmi, как вторая кожа degan описанияsi bor, SPF 20. Xuddi o'zingizni teringizdagi bo'lib turadi, lekin shunchaki teringizni tonini chiroyli qilib beradi. Menimcha yoz uchun idealniy. Mana ko'ryapsizlar, 30 ml ekan, даже 2-3 ta olsam ham bo'lardi, chunki kачествоsi rostdan ham lyukslardan hech ham qolishmaydi qizlar. Quruq teri uchun juda ham yaxshi. Такой сатиновый finish, matoviy emas. Shunga ham ahamiyat beringlar. Buni chiroyli qilib kistочкада eksponishda yuzga sursa, prям idealniy bo'ladi. Mana finishni ko'ryapsizlar, satinovый, matoviy emas. Menga bunaqa finish yoqadi. Keyin mana Lux Visage XXL tushlarini hamma bilsa kerak, juda ham populyarniy. Mana bunaqa kistочкasi bilan juda ham populyarniy bo'lgani uchun, juda ham sotilishi ko'p bo'lgani uchun men ham olib ko'rdim. Qora rangidan, buni ham jigarrang rangi ham bor ekan. Agar zo'r bo'lsa, yana bu kunda Belorussiyaga ketsa, prям 5-6 talab etaveraman. Mana bunaqa ikkita jidkiy teni oldim, bu ham Lux Visage'niki. Ikkalasi ham jigarrang otteniklida. Mana hozir bittasini surib ko'rsataman. Mana bu bittasi. Bittasini temniyroq oldim. Mana bittasi sal svetliroq, bittasi temniyroq. Qanaqadir o'zini ham surib olsangiz, такой smoky effektdagi bo'ladi. Matoviy tint. Dalее mana bunaqa teng oldim. Bu tenglar тоже Lux Visage'niki. Mana bunaqa yaltirab turadi. Sursanglar bo'ladi ko'zingizga. Men bilan aralashib ketdi. Men bu rangini hali ishlatmadim, endi ishlatib ko'raman. Mana bunisi rozoviyroq rang ekan. Menimcha bitta o'zini sursangiz ham yuzingizga chiroyli bo'lib turadi. Yaltirashi prям zo'r, mokriy effekt. Da,
Krasota. Qizlar, tint для gub. Birinchi marta tint для gub ishlatishim. To'g'risini aytsam, afsuslanmadim. Shunaqangi yoqdi, shunaqangi zo'r ekan. Bitta surib olar ekansiz, ishim bilan yarim kun bemalol yuraverar ekansiz. Lavingiz juda ham chiroyli, rangi bor. Оттенок у меня 07. Jigarin rangi.